Sevaman degan zahotingiz unga qizig'ingiz qolmaydi. Hokimiyatning 48 qoidasi. 3-qoida: asl maqsading yashirin bo'lsin. Odamlar rostgo'y va halol yashasam, boshqalar e'tiboriga tushaman deb o'ylaydi. Afsuski, sodda va ochiq insonlarni jamiyatda hurmat topishi qiyin masala. Ular reja va maqsadlarini tez-tez boshqalarga gapirib turishadi. Odamlar hamma maqsadlari ma'lum bo'lgan odamdan zerikishadi. Niyati yashirin insonlar esa hammaning ko'zida sirli va oldindan aytib bo'lmas bo'lib ko'rinadi. Maqsadingizni bila olishmasa, sizdan har doim hadiksirab turishadi. Sevgi masalasida ham qarama-qarshi jins vakilini o'ziga bog'lash uchun unga befarq bo'lish tavsiya etiladi. Lekin sevaman so'zini aytishingiz bilan sizning unga qizig'ingiz qolmaydi. Xuddi yechilgan tengnama kabi. Niyatlaringiz amalga oshmasidan oldin ularni hech kimga aytmang. Niyati yashirin bo'lgan odamdan hamma qo'rqadi. 48 ta qoida jamlangan minik topchani olish uchun obuna bo'ling va kommentariyaga plus belgisini qoldiring.